Ya bu Malibu 2'laring bir tiyinga qimmat lekin. Tushunmadim. Nima bir tiyinga qimmat? Malibu 2 Premiermi? Ha? Aka, Malibu 2 Premier hozirgi paytda eng doda mashina. Yo'q, nimasi primustalari bor? Aka, sizga ham shu qizuvmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Kan. Bu elektromobillarni mashinalarni chiqib, bu benzinli mashinalar ancha ustun bo'lib ketdi. 3 ta privilegiyasini aytmagan. Birinchisi ekonomda, ikkinchisi komfortida, uchinchisi ekologiyaga foyda. Sanab bo'ldingizmi? Endi aka malikini sanang. Birinchisi aka, Malibu mingan odam aka hech qaysi Xitoy powerbankka alishmaydi. Bu birinchi sababi. Mashina samolyot bo'ladi. Chimni urasa, mashina raketa. Ikkinchi privilegiyasi aka. Bu mashinaga krugovoy tonirovkani urasa, dodda nomeri taqasa, ochilmagan eshiklar ochiladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi aka sifat darajasi. Bu haqiqiy o'zbeklar uchun ishlab chiqarilgan mashina. Xitoy shtampovka emas aka. O'zimni boshimdan o'tgan narsa. Men o'zim Malibu Premier'imni sotib, ustiga qo'shib Xitoy powerbankka olib qo'yganman va katta xato qilganimni bilaman. Endi qolibga tushding. Baribir ekonomsan-da. Sansalar qilganimizdan foydasi yo'q. Obunachilarimizga qo'yib beraylik shuni. Aka, siz Uz Avtotuning bilan Avtohamid profiliga obuna bo'ling, kommentariyani kutib qolamiz. Aka, bo'pti, Xitoy zo'rdir, udir, budir, aka. Bitta gap. Nimaga Xitoy mashinalari narxi kundan kunga tushib ketyapti? Premierga oshib ketyapti. Obunachilarga ham xuddi shu savol.